Ochko'zlik insonning eng zaif nuqtalaridan biri. Ko'proq pul, ko'proq boylik istagi odamni hushyorlikdan uzoqlashtiradi. Biz hurmat qilamiz. Hozir kimni puli bo'lsa o'shani pochcha, tog'a deb yuryapti hozir hamma. Amaki deb yuryapti. Firibgarlar aynan shu tuyg'ulardan foydalanib, yolg'on va'dalar bilan tuzoqqa tushirishadi. Assalomu alaykum. Bilganingizdek, bugun firibgarlar psixologiyasining keyingi seriyasini, ya'ni ochko'zlik haqida gaplashamiz. Inson tabiatdagi yana bir xususiyati kam harakat qilib, ko'proq foyda olish istagidir. Shuning uchun ham 10 barobar arzonroq narxda xarid qiling yoki oson ish qilib ko'proq daromad toping kabi takliflardan voz kechish juda ham qiyin. Firibgarlar aynan shu xususiyatdan foydalanib, sizning telefoningizga kelgan bir martalik tasdiqlovchi kod OTP'ni olishga harakat qilishadi. Mahalla qarayapti, hokimiyat qarayapti, televideniye qarayapti. Hozir nima qilyapti? To'g'ri qilyapti. Yoki mobil ilovangizga noqonuniy ravishda kirish huquqini qo'lga kiritishlari mumkin. Shuningdek, ular sizning o'zingizga zarar keltiradigan harakatlarni amalga oshirishga majburlashi ham mumkin. Ya'ni sizning psixologik manipulyatsiya qilib, firibgar sizga qanday buyruqni bersa, o'shani bajarishga majbur qiladi. Ya'ni o'z manfaati yo'lida sizning nomingizdan banklardan onlayn kreditlarni olib, o'z hisob raqamlariga o'tkazishlari mumkin. Bunday hollarga bir nechta misollarni aytib o'tamiz. 10% kredit oling, bosh to'lovi 1 million so'm evaziga bank kartangizni bepul yetkazib beramiz. Ko'proq pul ishlashni xohlaysizmi? Faqat biz bilan hech qanday tavakkalsiz va katta daromadga erishishingiz mumkin. Shubhali takliflarga ishonmang. Agar biror xizmat yoki mahsulot g'ayritabiiy arzon bo'lsa, bu firibgarlik bo'lishi mumkin. O'zingiz va pullaringizni ehtiyot qiling. Xayr, salomat bo'ling.